Tuxumlarni mana shunday qilib terib, cho'q $100, cho'q $200 deganida siz ham maza qilib mana shunday termoqchimisiz? 7 xazinani biri. Tovuq biznesiga qiziqasizmi? Biz sizga qora qo'chqor, qora tovuq deganida biz sizga Andijon qora tovuqlarini tayyor tuxumli variantini sizlarga tavsiya etamiz. Akalar, mabodo siz maza qilib 10 dona olasizmi, 5 dona olasizmi? Maza qilib haqiqiy oqsilga boy tuxumlar demoqchi bo'lsangiz, mana Andijon qora tovuqlarini tug'ib turgan variantidan olishingiz mumkin. Xo'p, bularda mana har xillari bor. Akalar, mana fermadan kelgan, shuning uchun bular yerga mana tug'yapti yangisi. Ringa o'xshab olib, arang yuribdi o'zi ham. Xo'p, mana shunaqangi varianti bor. Bular etashilkada turgan, shuning uchun yerga tug'yapti. Bular sekin-sekin mana chiqishib, o'rganishyapti. Ana bu yerga yotishlikda. Bular yana xonaklashib ketaveradi. Nima uchun? Aynan Andijon qora tovuqlari. Sababi immuniteti juda ham yuqori va undan keyin rangi qora. Juda ham ko'pchilikka yoqadi va shu tariqa ushbu 10 ta makonga bitta xo'roz mana shu Andijon qora tovuqlardan siz xarid qilishingiz mumkin. Kelib olaman desangiz 5 ta, 10 ta, 6 ta, 10 ta, umuman qiziq yo'q. Nechta olishingizdan qat'iy nazar. Va O'zbekiston bo'yicha dastavkasi va kelishuv asosida 50 dona va undan ortiq bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Narxlari bu yerda 5 qo'l barobar emas, kichigi ham bor, kattasi ham bor, har xil variantlari bor. Aytib o'tganimizdek, bular kletkada hali hovliga moslashib olsa, vobshe zo'r, chiroyli bo'lib ketadi. Mana shunaqangi tovuqlardan 1200 ta bor. Aloqaga chiqasiz, eng kichkinasi, xo'p, eng maydasi. Buni oyligi 10 oylik, eng maydasi 100 ming so'm, eng yirigi, eng chiroylisini tanlab olaman desangiz, makoniga 140 ming so'mdan. Va xo'roz ham o'shani ichida ketadi, 10 taga bitta. Pastda raqamga aloqaga chiqing, Namangan viloyati Mingbuloq tumanida Ulug'bek o'rtamlikda ishonchli joyda.